Vitamin qabul qilsam, miyomani o'stirib yubormaydimi? Miyomalarni o'sishi bu estrogen va progesteron gormonlarini faoliyatiga bog'liq. Vitaminlarni ko'p turlari miyomalarni o'sishiga emas, aksincha ularni yetishmasligi miyomalarni hosil bo'lishiga olib keladi. Organizmdagi vitaminlarni yetishmasligi natijasida turli xil gormonal buzilishlar natijasida miyomalar hosil bo'lishi mumkin. Lekin bu degani hamma vitaminlarni ham qabul qilish mumkin emas. Ba'zi bir vitaminlar tarkibida gormonal fon bor bo'lganligi sababli ularni tarkibini yaxshilab o'qib, keyin qabul qilishni tavsiya etaman. Vitaminlar ichiga B guruh vitaminlari, D guruh vitaminlari, C, E, omega 3 bu vitaminlarni doimiy ravishda qabul qilib yurish, organizmda yetarli miqdorda bularni miqdori bo'lishi har qanday kasallikni, shu qatori miyomani ham doimo oldini oluvchi asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Sizda miyoma aniqlandi, lekin o'lchami hali kichkina razmerda. Bunday vaziyatda ginekolog shifokor maslahati bilan birgalikda vitaminlarni qabul qilganingizni to'g'ri deb hisoblayman.